Sora. Bibi Sora qizimiz Andijon viloyati Yakkatut qishlog'i. Yakkatut qishlog'ida hozir keldi. Mana bugun 20-yanvar. Bu qizimizdagi natijalarni ko'rib, men hozir endi kelib o'zim ko'ryapman natijani. Juda ham xursandman. Hozir mana oilari qisqacha gapirib beradilar, qanaqa holatda edilar. Balzam ichishlaridan oldin Balzam ichishlarimizdan oldin to'xtamay ko'l dori olardik. Har 10 kunda nuqtada yotardik. Mazinchinalar olardik. Juda ham bezillab ketgandi. Yotardi deyarli. Bu yoqqa o'zimiz ham boshlatib qo'yardik, kerak bo'lsa o'zimiz o'tkazib qo'yardik. Allohga shukr, hozir ancha yaxshi. İçishni boshladik. Birinchi kurs ichganimizda natijalarda bo'ldi, foydalar bilindi. Isitmada turardi. 38 isitma hamisha. Ertalab kechib payt ham ko'l bilan turardik. Xudoga shukr, hozir tekshirtiramiz. Lekin ko'l dorilar olmay qo'ydik. Faqat shu balzamlarni ichib ovqat yeb qoldi. Ancha yaxshi yuryapti, Xudoga shukr. Isitmalar tushdi. Ancha yaxshi. Xursandmiz. Hozir yurishida nima yo'q, lekin ko'p yursa charchab qoladi. Oyoqlari charchashlari bor. Hozir avvalgina ancha yaxshi, hozir ko'proq yursa charchab qoladi. Oyog'im og'riyapti deydi. Ora-ora isitmasi bor. Umuman yurmay qo'yganda. Qaysi biridan ichding? Bibi Sora, mana shularni qaysi biridan? O'zi biladimi ichayotganini? Ha, buni ham ichding-a? Mazalari shirinmi? Shirin, achchiqmi? Shirin. Mazalari shirin. Turib yurib ko'rsatib berchi. Mana hozir Bibi Sora bemalol turib mana yuradi. Endi hozir ozgina dozalarini o'zgartirib beramiz. Xudo xolasa bundan ham yaxshi natijalar bo'lib, Bibi Sora kim maktabga chiqadi? Maktabga chiqishni boshladi mana. Qonimiz 4ga tushib qolardi har 10 kunda. Xudoga shukr. Endi hozir Xudoga shukr 10ga chiqdi. Birinchi ichishni boshlaganimizda 7, keyin 8, saroy bor tekshirtiraman emaklab. Ko'tarilib bordi. Endi tushmayapti. Hozir tushgan yo'q, ko'tarilyapti, tushgan yo'q. Ovqatlar yeb qolishdi, hasi ochilib. Yaxshi natija, Xudoga shukr. Yaxshi natijalaringizdan juda ham xursandman. Ilohim ko'zinglarni quvontirib yursin, qoriya qizlardan bo'lsin. Maktablarni a'lo baholarga bitirib